Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Zuhra Soliyeva ko'pchilikka quvnoq va kulgili obrazlari orqali tanish aktrisalardan biri. U ekranda doimo kulgu ulashsa-da, hayotdagi og'ir sinovlari haqida ham doimo gapiravermaydi. Aktrisa Mening yurtim telekanaliga bergan intervyusida o'z hayotidagi og'ir va achchiq haqiqatlarni ilk bor ochiq-oydin bayon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, turmushidagi 4 yil davomida deyarli biror lahza ham xotirjamlik bo'lmagan. 4 yil yashagan bo'lsam, 4 sekund ham tinchlik bo'lmadi. Urib, tepib, pullarimni olib qo'yardi. Hatto uyda bo'lmagan paytlarimda uyga qizlarni olib kelardi. Shunday og'ir sharoitda yashadim, deydi aktrisa. Zuhra Soliyevaning aytishicha, janjallarning asosiy sababi farzand masalasi bo'lgan. Ko'pincha farzandli bo'l deb bosim qilardi. Hatto ba'zi paytlar stol ustiga $500 qo'ysang, shunda farzandlik qilaman derdi. Men esa shunga ham rozi bo'lib pul berganman. Ammo u pulni olib ertalabgacha yo'qolib ketardi, deya xotirlaydi aktrisa. Zuhra Soliyeva shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim izohlarga ham munosabat bildirdi. Kuzatuvchilaridan nega farzandli bo'lmayapsiz, nega tug'maysiz, tezroq farzandli bo'ling kabi savollar bilan qalbini og'ritmaslikni so'radi. Men sog'lom ayol edim. Menga faqat mehr kerak edi xolos. Agar o'sha payt bilganimda yoshim 80 ga kirsa ham bunday insonga turmushga chiqmasdim, deya so'zlarini yakunlaydi aktrisa. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan uning ushbu videoroligi ko'plab muhokamalarni keltirib chiqardi hamda ko'pchilik Zuhra Soliyevaga baxt tilamoqda hamda farzandli bo'lishini Allohdan duo qilishini iltimos qilishmoqda.